Assalomu alaykum, televiziya kanalida juda ko'pchilik kutgan Turkiya Zumrud katyonlari ham bag'olasa yetib keldi. Hozir hamma filiallarimizda Zumrud katyonlarimiz sotuvga chiqdi уже. Samarqand, Buxoro, Namangandan olsanglar bo'ladi, yaqinda Farg'onadan ham olsanglar bo'ladi. Endi hozir bizda qanaqa kilovatlari bor deganlar uchun 52 kilovatligi bor, bu yerda esa 40 kilovatligi. Bundan kattasi 70 kilovatligimiz ham sotuvda hozirda mavjud ekan. Endi ko'pchilik buni xususiyatlari, ya'ni buni o'zining xarakteristikalarni aytib o'tinglar deb murojaat qilishdi. 40 kilovatli, 52 kilovatli katyonimiz bunker hammasini past orqada bo'lib, bunkerga ko'mir sig'ini 150 kg atrofida ko'mir sig'adi. Yo'nish vaqti esa masalan 40 kilovatligimizda 2 kundan 4 kungacha yon beradi. 52 kilovatligimizda esa 2 kundan 3 kungacha yon beradigan holatda. Ya'ni uzoq yonish, ozroq yonishi uyingizni teplopateringiz, uyingizni sistemangizga bog'liq bo'ladi ekan. 70 kilovatliniki bunkerga kattaroq 200 kggacha ko'mir sig'adi. Bundan tashqari katyonimizning yaroqlilik vaqti 5 yildan 10 yilgacha yaroqlilik vaqti birinchi servisiga garantiya beriladi. Listlarni ko'pchilik yana so'rashyapti, necha listda bo'lgani, 4 listda bo'lgan. Keyin yana bitta buni afzallik taraflari, bunda polavtomat qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Ya'ni avtomat, polavtomat. Polavtomatda o'tin, ko'mir nima tashlab shu joydan yoqib foydalansangiz bo'ladi. Teploobmenlik o'txonasi, eng tagida kulxonasi bo'ladi akalar. Eng qizig'i 40 kilovatlikni hisob aytishingiz mumkin. Kilovatlik ko'rinishiga yarasha kichik deyishingiz mumkin, lekin bunda kitobi 4 taligi uchun 40 kilovat bergan ekan. Ya'ni issiqlik ko'proq o'zida qoladi. Foydalanish koeffitsiyenti esa buniki 85 chiqadi. 52 kilovatligimizda teploobmenlisi bunda 5 ta bo'ladi. Bundan foydalanish koeffitsiyenti o'sha 85 bo'ladi ekan. Ko'rishingiz mumkin. Katyonimiz xudo xolasa 20 yildan beri chiqib yurib kelayotgan zavodning mahsuloti garantiya beriladi. Bunkerlar orqasida, dimoxota tevasida bo'lib, podacha apparatga foydalanish uchun ham juda ham qulay. Ya'ni qo'shimcha bo'linmalar issiq suvdan olsangiz bo'ladi. Pul to'plamasi ham soddaroq qilib ishlangan, ya'ni murakkab emas. Juda ko'pchilik bu katyonni biladi ham, ishlab ko'rganlar ham bor. O'zbekistonda oldin sotilgan ham bu modelda. Shuning uchun yana buni olib kelib sotishni boshlaydilar. Kimga shunaqa kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Namanganda, Samarqandda, Buxoroda hozirda sotuvda mavjud ekan. Borib bemalol ketsanglar bo'ladi. Narx-navolarni Telegram kanalimizga qo'yganmiz. Narxlardan ancha arzon. Masalan, hozir sizga qo'shimcha qilib ketaman. Hozirgi kundagi 40 kilovatli Zumrud katyonimizning narxi avtomatik $2250 chiqadi ekan. Bitta zapravkasi 2 kundan 4 kungacha yonadigan avtomat katyon zavodskiy sertifikati bor. Ya'ni sinovdan o'tgan katyon qidirib yuradigan buni jo'natib qo'yasizlar. Xudo xolasa qanaqa kimda qanaqa savollar bo'lsa, yozing, iloji boricha sizga ulashib borishga harakat qilamiz.